boshqa bu yerga kelmang deb meni haydab yubordi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Yaxshimisan? Ha deb ishxonamni tagiga kelaversangiz qanaqa bir yaxshi bo'laman aka? Ishxonamga kelavermang dedim-ku sizga. Qanaqa odamsiz? O'g'lim Sardor, biror qiyinchilik bo'lsa, Abdulla do'stim oldiga boring. Albatta yordam beradi degandi. Shunga kelgandim. Gapni dangalini aytayman aka. Qamoqdagilarga yordam beradigan ahvolda emasman. Tushundingiz-a? Bo'pti. Seni ko'rib juda ham xursand bo'ldim, Quvonchbek. Xuddi Sardor o'g'lim qamoqdan chiqib kelganday bo'ldi. Abdulla ham kelib turibdimi, aka? Yo'q. Boshqa bu yerga kelmang deb meni haydab yubordi. To'g'ri-da. Hozir hammani tashvishi o'ziga yetarli. Tushunarli. Nima yordam, aka? Yo'q, yordam kerak emas. Pensiya pulim o'zimga yetib turibdi. Endi o'g'lim bir xato qildi-da. Xudo xolasa u ham tez orada chiqib qoladi. Sen tez-tez kelib tursang, xursand bo'laman. Sen chet ellarligingda ancha zerikib qoldim. Odamni taftini odam ko'taradi deydi-yu. Ertaga yangi Malibu eshigim tagida bo'lsin, tushundingmi? Voy erkak, nimaga menga yolg'on gapirding? Nimaga Sardor dadasidan shu paytgacha xabar olmading? Ko'chada mana bunaqa pulingni sochib yurishni bilasan-a? Pul meniki. Xohlagan joyingga sochaman, tushundingmi? Ishing bo'lmasin. Avval qarzingni to'lab qo'ygin. Sardor seni shaltog'ingni bo'yniga olib o'tiribdi ichkarida. U senga o'rtoqlik qildi. Sen nomardli ishini qilmagin. Xullas, Sardor bir oydan keyin chiqadi. Uyi xaroba bo'lib yotibdi. Uyini ta'mirlab, yaxshilab kutib olish kerak. O'ylab gapiryapsanmi? Men senga mardikormanmi? Andava ko'tarib remont qilib yuradigan. O'g'lim, ko'rgan kechirganlaring orqada qolgani rost bo'lsin. Aytganingiz kelsin dada. Seni shunaqa ham sog'indik. Men ham sizni rosa sog'indim. Sizlarni hammalarni sog'indim. Uylarimiz yoqdimi? Ha, uyni umuman boshqacha qilib yuboribsiz dada. Tanib olmay qoldim uyimiz ochiq. Buni men emas, o'rtoqlaring qilishdi. Remont qilishni bilmasang, hozir men bilan borasan. Aytganimni qilasan. Meni qayerga olib kelding? Bular elitning remont jamoasi. Sardor uyini shularga remont qildiramiz. Remont qildirmoqchi bo'lgan xonadoninglar necha xonali va qanchada bitish kerak? 3 xonali. Iloji bo'lsa 1 oyda bitirish kerak. Yaxshi, unda bugunning o'zida ishni boshlaymiz.